Xo'sh, bugungi videoda biza savol-javob bo'ladi. Bitta savol beramiz. Bunga Amin ham, men ham javob beraman. Xo'sh, birinchi savol. O'sha 2024-2025-yilgi mavsum tugadi. O'sha mavsumga bog'liq savollar beriladi. Xo'sh, birinchi savolim 2024-2025 mavsumning eng yaxshi futbolchisi sen uchun kim bo'ldi? Lamin Yamal. Sen uchun 2024-2025 mavsum eng yaxshi futbolchisi Lamin Yamal, shundaymi? Meni fikrimcha bu Osman Dembele. Ya'ni eng yaxshi futbolchi chista kuboklar jihatdan ham, o'yin jihatdan ham qo'shganda Osman Dembele men uchun. Sen uchun Lamin Yamal ekan. Chunki u professional faoliyatini endi boshladi, yangi futbolchi ekan, juda yaxshi. Xo'sh, endi yilning eng yaxshi porloq futbolchisini topamiz. Ya'ni noldan umuman tanmagan daraja hozir eng legenda darajasigacha olib chiqqan futbolchi. O'tgan yil masalan, o'tgan yilgini Bellingham desa bo'ladi. Shu yilgisi masalan sen uchun kim? Gyökeres. Noldan legenda darajasiga olib chiqdi. Menimcha bu Lamin Yamal. Chunki Lamin Yamal o'tgan yilgi uncha odam tanimaydi. Sal yaxshiroq-ku, lekin hozir eng legenda darajagacha olib chiqa oldi-da. Xo'sh, hech kim tanimas. Hozir ham unchalik taniqli bo'lmadi, lekin legendadek. Sal bu hammani o'zining fikri bor. Xo'sh, endigi savolimiz 2024-2025-yilgi mavsumning eng yaxshi darvozaboni kim bo'ldi sening uchun? Gianluigi Donnarumma. Mening fikrim ham o'sha Gianluigi Donnarumma, chunki PSG bilan Chempionlar Ligasi kubogini o'tdi, Fransiya Ligasi va Fransiya kubogini yutdi va bu yil вообще super o'yin ko'rsatdi. Legendarniy seyflar, juda ham murakkab seyflar. O'sha uchun Gianluigi Donnarummani tanladim men ham. Endi 2024-2025-yilgi mavsumning eng yaxshi himoyachisini aniqlab olamiz. Sening uchun 2024-2025-yilgi mavsumning eng yaxshi himoyachisi kim o'yin jihatdan? Ashraf Hakimi sening uchun. Mening uchun ham o'sha Ashraf Hakimi, chunki bu yil reyting jihatdan juda ko'tarildi, potensial oshdi. Eng yaxshi himoyachisi ushbu mavsumning deb bemalol ayta olsa bo'ladi. To'g'rimi? Bo'ladi. Xo'sh, endigi savol 2024-2025-yilgi mavsumning eng yaxshi yarim himoyachisi kim bo'ldi sening uchun? Jude Bellingham deb o'ylayman. Uni gol jihatdan yaxshi bo'layotgandi. Ushbu yilgi mavsum 2024-2025 Jude Bellingham deb o'ylaysan, ha? Jude Bellingham deb o'ylaysan. Mening fikrimda ikkitagina nomzod juda tig'ich bo'ldi. O'shaning qaysi birini tanlashga qiynaldim. Lekin bitta qarorga keldim. Ular Pedri va Vitinha. Pedri va Vitinha juda zo'r o'yin ko'rsatdi, lekin men bittasini tanlash kerak bo'lsa, Pedrini tanlayman. O'yin jihatdan, umuman kuboklarni inobatga olmaganda, o'yin jihatdan ushbu mavsumda Pedri Barselonaga umuman jonini berib beradi. Pedri menimcha ushbu yilgi mavsum eng yaxshi yarim himoyachisi bo'lsa kerak. Menimcha Pedri, buncha Jude Bellingham bo'ldi. Ichirka ham yaxshi o'ynaydi, ammo u hozircha taniqli emas-da. Ryan Cherki, to'g'ri. Bu menimcha o'tgan keyingi yilgi mavsumlarda eng yaxshi himoyachi bo'lishga nomzodlardan. Xo'sh, endigi savolimiz o'yin jihatdan 2024-2025-yilgi mavsumning eng yaxshi hujumchisi kim bo'ldi sening uchun? Hujumchi o'yin jihatdan. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski 2024-2025 eng yaxshi hujumchisi sening uchun shunday, ha? Xo'sh, mening uchun esa umuman barcha ligalardan hisoblaganda o'yin jihatdan 2024-2025-yilgi mavsumning eng yaxshi hujumchisi Viktor Gyökeres deb o'ylayman. Viktor Gyökeres chunki вообще bu yil super o'yin ko'rsatdi. O'tgan yil ham super o'yin ko'rsatgandi. Bu yil undan ham oshib tushdi. Yilda eng ko'p gol urdi. Shu yil striker sifatida butun dunyo bo'yicha o'sha eng ko'p gol urdi bir mavsumda Viktor Gyökeres shu yil bo'ldi. Вообще super o'yin ko'rsatdi, haqiqiy striker. Menimcha Viktor Gyökeres. Oltin butsini ham olish kerak. Oltin butsani olmagan sabab Mbappedan ko'p gol urgandi, lekin Mbappening ligasi, ya'ni La Ligaga ko'p gol urganlarga ko'proq ochko beriladi va Portugaliya ligasi kamroq ochko beriladi. Shuning uchun Mbappe oltin butsani oldi. To'g'rimi? Sening uchun Robert Lewandowski. Xo'sh, bizda so'nggisi qoldi. Bu ham bo'lsa
2024-2025 mavsumning eng yaxshi murabbiyi sening uchun kim bo'ldi? Hans Flick. Xo'sh, sening uchun 2024-2025 mavsumning eng yaxshi murabbiyi Hans Flick, to'g'rimi? Mening uchun ham ushbu mavsumning eng yaxshi murabbiyi Hans Flick, chunki u Barselona bilan super natijalarga erishdi. Hech kim kutmagan holda, Barselona bilan hech kim kutmaganda bunday natijalarga erishgani, Chempionlar Ligasining tushiga ham ozgincha qoldi, lekin boshqa murabbiylarga qaraganda eng yaxshisi shu Hans Flick bo'ldi menimcha. U Realning nozik joyini topdi. Ha, juda aqliy faoliyati juda yaxshi ekan Hans Flickni. Hali Barselona bilan yana yuksak natijalarga erishishini kutib qolamiz. Xullas, bizning shu bilan videomiz tugadi. Xullas, hammaga sog' salomat bo'lsin. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lamiz. Hammaga xayr.